Qayerga o'tiramiz? O'zingiz solib qoling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum Assalomu alaykum. Yo'qol. Yo'qol! Shotga o'tirsangiz, dadasi. Ha, mayli bo'ladi. Hozir biror kishi qarab boradi. Tinchlikmi, dadasi? Nimadir bo'ldimi? Ha, yo'q, hammasi yaxshi. E'tibor qilmagin. Bayram muborak bo'lsin, Zari. Rahmat. Xursand bo'lasan deb o'yladim. Arzonroq bo'lsa ham. Hech bo'lmasa bugun restoranga olib borasizmi deb o'ylagandim. Bayramni ham idishda yuvib o'tiribman. Ozgina sabr qilaylik. Ishlarim yurishib ketsin, xohlagan paytda restoranga olib boraman, xo'p? Qo'ysangizchi. Ertaga jonimga tegib ketdi. Dadasi, o'zingiz tanlab bera qoling. O'zi qimmat restoranga pul sarflamasdan uyda o'tirsak ham bo'lardi-ku. Qo'yur, har kuni kelib yuramizmi? Tashqaridagi Breezy Create Tracker kimniki? Meniki, aka. Olib turing, shunda chiqib keting. Bo'ldi, hozir olib boraman. Hozir 5-10 minutda kelib qolsa kerak avtobusimiz. Umrim avtobus kutib o'tib ketar ekanda. Qachondan odamga o'xshab yashaymiz a? Yaxshi niyat qilsang-chi. Xudo xolisa zo'r mashinalar olamiz. O'zim haydashni o'rgataman nasib. Ha? Xom hayol qilib yurishingizda ikki dunyoda ham ola olmaysiz. Allohga oson ekan-a, dadasi. Hamma o'ylagan niyatlarimizga birin-ketin erishyapmiz. Yetkazganiga shukr. Aytmoqchi, Usanga ana yoqtirgan sumkani olib olasan. Kerak emas, ko'ylakga bergan pulingiz bor-ku, o'shandan orttirganim bor. Qanaqasiga ortadi? Mumkin degan zo'r ilova topib oldim. U yerda faqat aksiyadagi va chegirmadagi narsalar qo'yilar ekan. Xizmat ko'rsatishdan tortib, kiyim-kechaklargacha bor ekan. Aksiya qilgan do'konni telefon nomeridan tortib, lokatsiyasigacha qo'yishar ekan. Menga yoqadigan keshbek ham bor ekan. Mendan ham o'tgan pishqsan-a? Pulni ko'chadan supurib olganingiz yo'q-ku. Tejab ishlasam nimasi yomon. Rahmat senga. Sal arzonrog'idan olib turmabsan-da. Bu pulni keyingi oygacha bitkazishimiz kerak edi. Onangizga o'xshab arzon bir tinga qimmat narsa olishim kerakmidi? Ana, sarpamga qilgan materiallar hammasi yotibdi chirib. San guglayotganda kambag'alligimni yashiruvmidim? Hammasini bilib tekkansan o'zing. Adashgan ekanman. Bunaqa noshud, bunaqa lattaligingizni bilganimda tegmasdi. O'shir! Yo'qol. Yo'qol! Haydamasangiz ham ketaman. Sizga o'xshagan odam bilan bechara bo'lib yashaganimdan ko'ra ketganim yaxshi. Nimaga bezovtasiz, dadasi? Ha, yo'q, yaxshiman. Birinchi turmush o'rtog'ingizni ko'rganingizga ham Qiluvdingmi? hech narsani o'ylamang. Nima bo'lgan taqdirda ham men sizga ishonaman. Siz dunyodagi eng yaxshi ideal insonsiz. Boringga shukur.